shu desalaringiz Mino qizga bugun qop-qora jentro oldik, jentro. Siz uni hissini bilmayapsiz. Qarang mana 3 yil, 4 yildan beri mana shu sohada yurgan bo'lsam agar nechtasi aytganlar, qo'y qizing bo'lmaydi, yig'ishtirsin, erga ber, kelganlarim biz ana qilmaymiz deganlar bo'ldi-da mana. Hozir mana shu jentrada ertaga qora-ku boraman deb. Mana oldinda ketyapti, eylar. Mana shu mashinada mahallamga boraman, qarang. Ana mahallamdagilar borku, qaraydi-da, shunaqa qarab turadi ana mashina. Ko'ra olmaydigan ko'p. Kim bor ekan deydi, kim bor ekan deb o'ylaydi, tushunyapsizmi? Ko'ra olmay o'lib ketsin meni. Muncha ochib qo'yaman oynani, muncha. Katta bolalarga o'xshamayman, katta qiz bo'ldim, muncha ochib qo'yaman. Ana ko'rib tursin, qani kim bor ekan deb qarab tursin, men mashina uyimning tagiga qo'yaman-da, yarim soat mashinadan tushmayman aka. Yarim soat o'tiraman shu mashinaning ichida. Kim bor ekan desin. Kim bor ekan deb qiziqib, hovliqib, oxiri kelib mana taqillayotganda mana qilib Mana assalomu alaykum deyman, yaxshimisiz deyman. Tabriklaymiz, biz sendan bilardik, ishonardik deydi-da, lekin gapni aytmagan bo'ladilar, hayotda aytmagan. Yig'ishtir nima kerak, ko'ram bo'laman, ko'chada yuribdi, shaharda yuribdi deganlar bo'ladi-da.